Assalomu alaykum barchaga. Ushbu darslikda biz bir-biriga qarama-qarshi harakatlanadigan mayatnik yaratamiz. Keyin uni ko'paytiramiz va unga ozgina siljish beramiz. Natijada juda qiziqarli naqsh hosil bo'ladi. Biz Blender Toolbox versiyasini ishlaymiz. Boshlash uchun hamma narsani o'chirib tashlaymiz. Shift A tugmasini bosib, circle, ya'ni doirani tanlaymiz. Zoom qilish uchun sichqonchaning g'ildirakchasini aylantiramiz va tab tugmasi bilan edit mode tahrirlash rejimiga o'tamiz. E tugmasi bilan extrudlash, ya'ni cho'zish qilamiz va Z tugmasi bilan Z o'qi bo'yicha harakatlantiramiz. Ctrl tugmasini bosib, chap yuqori burchakdagi ko'rsatkichni e'tibor beramiz va 30 metrda to'xtatamiz. Mayatnikning aylanma nuqtasini yuqorida bo'ladi, chunki u shu tarzda tebranadi. Shift S tugmasi bilan kursorni tanlangan joyga o'rnatamiz. Tab tugmasi bilan Object Mode, ya'ni obyekt rejimiga qaytamiz va Object Set Origin to 3D kursorni tanlaymiz. Endi mayatnikning aylanma nuqtasi o'rnatildi. R tugmasi bilan aylantirishingiz mumkin. Mayatnikning ingichka qilish uchun tab tugmasi bilan Edit Mode'ga o'tamiz. A tugmasi bilan hamma narsani tanlaymiz va Alt S tugmasi bilan ingichka qilamiz. Bu juda sezgir, shuning uchun Shift tugmasi bilan bosib, sekin harakatlantiramiz. 3D kursor yuqorida joylashgan, lekin biz uni markazga aylantirishimiz kerak. Shift S tugmasi bilan 3D kursorning pozitsiyasini qayta o'rnatamiz. Endi yangi obyekt yaratganimizda u biz xohlagan joyda paydo bo'ladi. Shift A tugmasi bilan UV sfera qo'shamiz va bo'linmalar sonini 3 ga o'rnatamiz. Yana bir narsa qo'shish uchun Shift A tugmasi bilan Torus, ya'ni halqa qo'shamiz. S tugmasi bilan kattalashtiramiz va Alt S tugmasi bilan ingichka qilamiz. R va X tugmasi bilan X o'qi bo'ylab aylantiramiz va Ctrl tugmasi bilan 90 gradusga aylantiramiz. Tab tugmasi bilan Edit Mode'ga chiqamiz va zoom out qilganmiz va mayatnik tayyor. Mayatnikni sinus to'lqini kabi harakatlantirishni boshlaymiz, keyin uni ko'paytiramiz, chastotalarini ozgina o'zgartiramiz. Grafik muharririni ochish uchun o'ng tugma bilan bosib, vertical split, ya'ni vertikal bo'lishni tanlaymiz. Yuqori qismda editor type'ni graph editorga o'zgartiramiz. I tugmasi bilan aylanish uchun kalit kadrini yaratamiz. Faqat Y o'q uchun kalitni kadr kerak. Shuning uchun X va Z o'qlaridan kalit kadrlarni o'chirib tashlaymiz. Sinus to'lqinni qo'shish uchun N tugmasi bilan modifiers, ya'ni modifaktorlar menusiga o'tamiz. Add modifier va built-in function ichki funksiyani tanlaymiz. Tezlikni kamaytirish uchun phase multiple ni 0.1 ga o'rnatamiz. Amplitudani 0.3 ga o'rnatamiz. Endi mayatnik 30 yoki 24 kadr tezlikda harakatlanadi. Chiqish xususiyatlari kadr tezligi 60 ga o'rnatamiz. Bu esa silliqroq harakatlanishni ta'minlaydi. Faza multiple ni 2 ga bo'lamiz. Bu esa tezlikni yarmiga kamaytiradi. Mayatniklarni ko'paytirishdan oldin materiallarni qo'shish qulayroq. Mayatnikni tanlab, material xususiyatlariga o'tamiz va yangi material yaratamiz. Jism deb nom beramiz. Mayatnikni tanlab, tab tugmasi bilan Edit Mode ga o'tamiz va Alt A tugmasi bilan tanlovni bekor qilamiz. Jismni tanlash uchun sichqoncha ustiga olib, L tugmasi bilan bosamiz. Material rangi va boshqa parametrlar sozlashi mumkin. Yangi material qo'shish uchun plast belgisini bosamiz va unga metal deb nomlaymiz. Sferani tanlab, Ctrl I tugmasi bilan teskari tanlashni amalga oshiramiz va material tanlaymiz. Endi sfera boshqa materialga ega. O'ng tugma bilan bosib, shading va smooth silliq va o'tkazamiz. Mayatnikni tanlab, Shift tugmasi bilan ko'paytiramiz. Y o'qi bo'yicha 5 metrga siljitamiz. Shift plus R tugmasi bilan harakatni takrorlaymiz. Endi bizda 10 ta mayatnik bor.
Mana biz mayatiklarimizni sonini ko'paytirib oldik. Endi keyingi amalimiz bu mayatiklarni ilon ko'rinishida harakatlantirish bo'ladi. Buning uchun biz har tanlangan obyektimizni multiple fazasini har xil ko'rinishda, ya'ni har xil tezlikda almashtirib chiqamiz. Buning uchun biz xohlagandan emas, asli bittasini tanlab va graph editordagi model factorga o'tamiz va bu yerdagi faza multipleni har bittasini alohida qilib chiqamiz. Masalan, bu 0.05 bo'ladigan bo'lsa va keyingisi biz buni 0.051, ya'ni bunga nisbatan ozroq tezroq bo'ladi harakati. Va buni harakati esa 0.02 qilamiz va buni harakatini esa 0.03 va buni harakatini esa 0.04, ya'ni 0.054. Buni esa 0.55, buni esa 0.56, buni esa 0.57, buni esa 8 qilamiz va oxirgisini biz 9 qilib belgilaymiz va nihoyatda chiroyli harakat bo'ladi va play tugmasini bosamiz va ko'rganingizdek harakat birmuncha o'zgardi va bu yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan timeline'ni belgilab olamiz. Va buni tanlash uchun xohlaganimizni qo'yishimiz mumkin. Masalan, men timeline'ni 1000 qilib olmoqchiman va playback set and frame qilamiz va boshiga qaytib, mana ko'rishingiz mumkin. Bizni mayatiklarimiz xuddi ilon ko'rinishida harakat olib bormoqda. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana grafik bo'yicha, ya'ni sinusni to'lqinsimon ko'rinishda hosil bo'lgan bu yerda ham. Endi keyingi bosqichimizda biz bu pendulumni, ya'ni bu animatsiyamizni renderga tayyorlash bo'ladi. Buning uchun biz effekt berishimiz kerak va hozir biz bu oynani yopib turamiz, join right qilib va render engineering cyclesdan evaga o'tkazib turamiz. Va endi bizning asosiy maqsadlarimizdan biri material propertiesga o'tib, bu pendulumdagi yuzada, ya'ni yorug'lik hosil qilishimiz kerak va bundan oldin biz viewport shadingdan, ya'ni render qismiga o'tishimiz kerak. Ko'rganingizdek hozircha hech narsa ko'rinmayapti, lekin va surface qismida emission tanlaymiz. Ya'ni biz hozircha adashdik, orqaga qaytamiz va jismni o'ziga o'tib va emissionni bosamiz. Mana bizga ichki sfera, ya'ni shar qismida yorug'lik hosil bo'ldi va buni biz yana yorqinroq va tabiiy ko'rinish keltirishimiz uchun, ya'ni bloom funksiyasini qo'shamiz. Buning uchun biz avvalo viewport shadingdagi kompozitorni disabledan always o'tkazamiz va keyin tugmani bosgan holda vertical splitga bo'lib olamiz. Chunki biz hozir 3D viewportdan kompozitor o'tishimiz kerak va uni o'tkazamizda va tepada ko'rgan panelimizda use notice bor. Buni bosamiz. Ko'rganingizdek, bu qismni bosgan holda o'chirib tashlaymiz. Ko'rganingizdek, bu yerda render layers bilan kompozitor bor. Ya'ni kompozitor funksiyasini ishlatgan holda render layer, ya'ni holati kelib chiqadi. Va shunday ekan, shift A tugmasi orqali yangi funksiya qo'shamiz. Masalan, clear o'rtaga qo'yganimizda avtomatik jihatda o'zi bog'lanadi. Strength desa bloom qo'yishimiz mumkin va buni nol qilib turamiz. Ko'rganingizdek, AV qismida hech narsa o'zgarmaydi, lekin biz render qismida cyclesga o'tganimizda mana oldingi nisbatan ancha o'zgardi, chunki bizda bu funksiyasi yo'qoldi va hozir buni nolga keltirib olamiz va kuchlanishni ham pasaytirib va yana bir bor o'tib stressni ko'taramiz. Shunda bizni bloom funksiyamiz, ya'ni shular yuqoriroq fonda ko'rinadi va bu funksiyani biz yana bir bor yopamiz. Join right qilib va ko'rganingizdek bizni bu pendulumlarda, ya'ni matematik mayatiklarimizda yorug'lik hosil bo'ldi va buni rangini oqdan sariq rangga o'zgartiramiz. Buning uchun black body qo'shamiz, chunki black bodyda asosan sariqroq, ya'ni temperatura o'zgartiradigan darajada funksiya joylashtirilgan. Ko'rganingizdek sariq rangga kirib qoldi va yorqin juda. Buni kamaytirishimiz uchun stressni ozroq kamaytiramiz. Va 3 qilganimizda menimcha yaxshiroq. Endi keyingi vazifamiz bizni ikkinchi qismimiz bo'lgan pendulumni metal qismini ham o'zgartiramiz. Ya'ni principledan glossiga o'zgartiramiz va roughnessni ozgina tushiramiz va effekt o'zidan nur qaytarish xususiyatiga ega bo'ladi. Endi bizga kerak bo'ladigan yana bitta obyektlardan biri va bu matematik mayatlikni pastki qismida, keng qismda plane, ya'ni jism hosil qilishimiz kerak. Buning uchun yana shift A tugmasini bosgan holda mesh va plane bosamiz. Buni ham kattaroqtiramiz. Buni katta qilganimizdan so'ng, ko'rganingizdek bu tushib qoldi tagiga. Endi bu bizning matematik mayatligimizni va hammasini belgilab olamiz. Yuqoriga ko'taramiz. Bittasi belgilanmay qolibdi. Mana G va Z o'qi bo'ylab ko'taramiz.
ko'rganingizdek mana ko'tarildi. Endi keyingi vazifamiz bunga material propertiesdan new tugmasini bosib, bunga ham tashqi ko'rinishni o'zgartiramiz. Va endi bunga ham surface, ya'ni yuza qismini biz glossy belgilaymiz. O'zi ko'rganingizdek, roughnessni kamaytirganimizda buni yuza qismida, ya'ni bizdan chiqayotgan, ya'ni bu biz yasagan pendulumdan yasagan shulardan aks holda qaytarib turadi. World settings ga o'tib biz buni pasaytiramiz. Shunda yorqinroq ko'rinadi. Xohlasangiz bu matematik magnitlikni temperaturani o'zgartirishingiz mumkin va bu yerda ko'rganingizdek tabiiyroq ko'rinishda bo'ladi. Va keyingi bosqichimiz sifatida World Settings'dan keyin biz bunga kamera qo'shishimiz kerak. Buning uchun Shift A va kamerani belgilaymiz. Va ko'rganingizdek kamera chiqdi. Buni kamerani to'g'rilash uchun Ctrl Alt number paddagi 0 tugmasini bosamiz. Avtomatik jihatda ko'rinadi mana. Biz lensni to'g'rilab olamiz, chunki yorqinroq ko'rinish uchun va katta planda. Va endi biz asosiy masalalarimizdan yana biri bu qismdan yorug'lik tushib kameraga, ya'ni effekt berish hisoblanadi. Buning uchun biz yangi yorug'lik qo'shamiz. Endi uni qo'shish uchun Shift A tugmasini bosib, Light va Spot tugmasini bosamiz va G set, G, Y tugmasini bosgan holda orqaga suramiz. Bu ortografikdan X ni to'g'rilab olamiz va R tugmasini bosgan holda asosiy planni va yorug'likni mana shu yo'nalish bo'ylab kameraga tushiramiz. Va bundagi yorug'likni ko'tarish uchun asosan sozlanmalar panelida power qismini energiyasini ko'taramiz. Va ko'rganingizdek mana shular tushdi. Juda ham past. O'shaning uchun biz buni 500 qilamiz. Ya'ni blend bu boya ko'rganingizdek nur tushganda asosan bu yerda chegara hosil qilyapti. Bu chegarani yo'qotish uchun, ya'ni tabiiyroq qilish uchun biz bu yorug'likni panelidagi sozlanmalar panelida blendni ko'targanimizda mana ko'rganingizdek tabiiyroq, ya'ni nur shu'lasi bundan ham tushmoqda. Va spot size, ya'ni spotni o'lchamini kattalashtirish uchun bossak tabiiyroq chiqadi. Va buning uchun overline o'chirib qo'yganingizda ham tabiiyroq chiqishi mumkin. Va ko'rganingizdek rangni tushirganimizda bu yerda hosil bo'ladigan chegarani ham yo'qotishimiz mumkin. Tabiiyroq holda ko'rinish bo'ldi. Va buni yana kengaytiramiz. Buni va 900 qilib belgilaymiz yoki powerni yana 900. Ko'rganingizdek ancha o'zgardi. Bu asosiy render qismiga tayyorlashdan hisoblanadi va endi agar planni bosganingizda xatolardan yana biri bu yerda yorug'lik juda yuqori hisoblanadi. Ya'ni bu asosan qaytarayotgan ekan. O'shaning uchun biz qaytadan bu yorug'likni manbaini to'g'rilab olamiz. Ya'ni 5000 dan biz tushiramiz 1000 gacha yoki buni ko'taramiz 2000 gacha. Mana ko'targanimizda o'zgarish ancha sodir bo'ldi yoki 200 2000 qilib qo'yamiz. Va shu holatda render qilsak, xuddi e'lon ko'rish harakat bilan va yorug'likni va pastki qismimizda aks sado, ya'ni asosan nurni qaytarish hosil bo'ladi. Mana roughnessni ancha tushiramiz. Ko'rganingizdek bu yerdagi qismimizni aks sadosi yaxshi ko'rinmoqda. Va yana sizga maslahat sifatida overlayni o'chirib qo'yib buni belgilaymiz va bundagi ham jismga o'tib stressni kamaytirganimiz ma'qulroq. Ya'ni 2 qiladigan bo'lsak, tushib ketdi va 2,5 qilamiz. Bunda ham yaxshi bo'lmadi. 2.9 ko'rinishga qizamiz. 2.9. Yorug'likning o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. 3200 temperaturada qilsak va overlayni o'chirib qo'yamiz va ajoyib ko'rinishda nurlar ko'rinmoqda. Va biz buni yana 1700 ga tushiramiz. Aks sado bilan yaxshi effekt hosil bo'ldi. Va buni render qilishingiz mumkin. Va bugungi darsimizning oxirgi qismida renderga tayyorlangandan keyin render qilish bo'ladi va buni ham yana bir bor ko'rib o'tamiz. Render qilish asosiy vazifalardan biri video hosil qilish bo'ladi va buni asosan biz sozlamalar panelida render bo'limiga o'tishimiz kerak. Ya'ni bu yerda siz render engine'da cycle turganiga e'tibor bering, chunki bu juda ham muhim va agar device GPU da turgan bo'lsa, bu sizni qilayotgan renderingiz tezroq amalga oshadi. Va ikkinchi qismda output propertiesda render qilish asosiy vazifasi
olib boriladi va resolutionsda siz xohlagan kadrda o'zingizni o'lchami, ekran o'lchami, ya'ni sifatingizni videongizni olib borishingiz mumkin. Masalan, 2K yoki 4K sifatida video olishingiz mumkin. Bu frame rate hozirgi bu Pendulumda 60 fps bo'ladi, chunki harakat tezligi yuqori bo'lgani sababli va bu yerda fayl format tanlashingiz kerak bo'ladi. Asosan sifatli va yorqin video tayyorlashda OpenXR ni tavsiya qilaman. Bu juda ham mashhur hozirgi vaqtda, lekin hozir biz FFmpeg videoni qilamiz va bu yerda siz o'zingizga kerak bo'lgan joyni tanlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, Maятник Time no 2 versiya va accept bosamiz va encodingga o'tib konteynerni, ya'ni matroskani quick time o'tkazasiz. Output qualityni high qualityga o'tkazishimiz kerak. Bu yerda video sifati juda ham yaxshilanadi. Bu juda ham muhimdir. Va sozlama panelining yuqori qismida render bo'limida render animatsiyani bosganingizda va animatsiyamiz amalga oshayotgan bo'ladi va past tomonda ko'rsatilib turibdi. Jarayonimiz amalga oshmoqda, mana ko'rganingizdek, va bu yerda timelineda vaqt ketmoqda.